Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga juda ham ajoyib retseptni taqdim etamiz. Ushbu retsept sizga yangilanish, tanani hujayra darajasida yoshartirish, immunitet va asab tizimini tiklash, qon aylanish tizimini zararsizlantirish va tozalash, tananing suyak to'qimasini oziqlantirishga yordam beradi. Bu retsept juda ham oddiy. Bizga kerak bo'ladi faqatgina 1 kilogramm yong'oq. Bu yil bilasiz, yong'oq arzon bo'ldi. Shuning uchun bemalol tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Demak, 1 kilogramm tozalanmagan yong'oqni sovuq suvga ivitib qo'ying. Suv yong'oqlarni qoplashi kerak. 2 hafta davomida deraza yoniga qo'ying. Suvni har kuni alishtiring. Yong'oqlarni kuniga 2 marta aralashtiring. 2 haftadan so'ng yong'oqlar iste'mol qilishga tayyor bo'ladi. Yong'oqni muzlatgichda pastki qismida bir xil suvda saqlashingiz kerak. Kundalik norma: ertalab va kechqurun 3 ta tozalangan yong'oq. Suvga o'tilgan 3 tagina yong'oq bilan organizmingizni butunlay tozalab olasiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.